Habibullo Nizamov. Assalomu alaykum. Namangan ahli. Biz juda ham xursandmiz. Shunaqa yoshlarimiz uchun yana bir sharoit fitness klub ochilganligidan. O'zi har doim shu fitness klublari ochilishiga borganda qanaqadir menda bayramona kayfiyat bo'ladi. Sababi boshqa tadbirkorlikdan ko'ra bu fitness klub ochishi yoshlarimizga juda ham foydasi katta. Hozirgi yoshlarimiz energiyaga to'la va shu energiyasini fitness klublarida o'zlarini chiroyli qomatga ega bo'lishlari uchun harakat qiladilar va boshqa narsalar bilan band bo'lgandan ko'ra bu fitness klubda shu yangi tanishlar orttirib, do'stlashib va o'zlarini sog'liqlarini ustida ishlab chiroyli turmush tarziga kirib keladi va shu havaskor yoshlarimizdan muntazam shug'ullanish